Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sog'omamizlar. Keyingi mana tahlillarimizni davom etamiz. Sizlar bilan birgalikda Amerika fond birjalaridan sizlar uchun qanaqadir katta ogohlantirish desam ham bo'ladi. Chunki mana hozir texnik tahlil asosida ba'zi narsalarni aytib o'tamiz. Hozirgi bozorning holatlarini ko'rib chiqamiz birgalikda. Kelinglar, birinchi o'rinda biz umumiy bo'layotgan voqeliklarni ko'rib chiqaylik. Ya'ni Amerika, Eron, Izrail orasida bo'layotgan nimalar bo'lyapti? Shu narsani e'tiborga olaylik. O'zmur, ya'ni o'sha Persiy zalivda bo'layotgan voqeliklar. Mana Eron nima qilyapti? Har bitta kelayotgan kemaga hujum qilish ilinjida turibdi. Bu yoqda Amerika aytibdi, hujum qiladigan anaqalarini, orужияларni hammasini yo'q qilamiz deyapti. Qaysidir ma'noda mish-mishlar asosida yo'q qildik deyapti. Qaysidirlarni yo'q, biz ataka qilamiz deyapti. Shu sababdan mana hozir nima deydi, neftning narxini qaranglar. Kecha kuchli tashlash boshlangan edi, lekin bugun mana sal bo'lsa ham o'zini ushlab turibdi. Bu darsni davom etishi mumkin. Agar mana shunaqa darsni ushlab qolsa, darsni davom etishi mumkin o'sishda. Endi bu o'sish VIXga e'tibor beramiz. VIX bu eshigida bor, bu qo'rquv va ochko'zlik indikatori hisobini olib qaraydigan bo'lsak, bu o'sha 60dagi o'zidan oldingi maksimumlarni yengiladi. O'sha o'tgan safar aytganimizdek, ramtik ключевой $34 уровенimizga keldi va mana atkat berganda ham ko'rasizlar, $23 уровеньga kelib tushdi. Endi hozirgi holatda mana shu уровеньlarni ushlab qola olsa, deylik, yana bozorda qo'rquv oshishi ehtimoli bor. Endi bu nima bilan birgalikda o'sishi mumkin deydigan bo'lsak, bu o'sha bo'layotgan urushlar. Ya'ni bugun ertalab shu narsani yana o'qidimki, Xitoy ham bu urushga tiqilishi mumkin. Nimaga? Chunki Xitoyga yoqmayotgan narsa Amerika, Izrail bilan birgalikda o'sha Erondagi juda ham katta neftchini korxonalarni, neft ishlab chiqaruvchi joylarga hujum qilyapti. Tabiiyki neft hujum qilgandan keyin neft joylariga talab va taklif asosida neft narxi o'sib ketadimi? Neft narxi o'sib ketdi bir. Ikkinchisida O'zmurskiy prolivda bo'layotgan voqealikda. Ya'ni o'sha Xitoyga o'z aslida butun dunyoga tarqaladigan 20% tarqaladigan o'sha neft mahsulotlari shu prolivdan o'tar ekan. Bu narsa yopilib qoldi desak, 1-2 oyda deylik juda ham katta shortage deydi, ya'ni yetishmovchilikka olib keladi va narx keskin ravishda o'sib ketadi. Endi ayniqsa Xitoy davlatlari, Xitoy korxonalari mana shu O'zmurskiy prolivdan eng katta miqdordagi o'zini ta'minot yo'lini qo'yib qo'ygan. Endi shu ta'minot yo'li buzilsa, tasavvur qiling, Xitoyga kirib keladigan barcha o'sha neft mahsulotlari, neft anaqalari narxi qimmatlashib ketadi. Tabiiyki Xitoyda yetishmovchilik bo'ladi, juda ham katta o'ziga yarasha salbiy natijalarni ko'rsatadi. Shu uchun ham Xitoy hozir nima deyapti? Sizlar agar Amerika, Izrail tiqiladigan bo'lsalaring, men bu narsani to'sqinlik, ya'ni bu joyni men o'zimni hujumchilarim, ya'ni o'zimni tanklarim, o'zim narsalarim bo'yicha himoya qilaman. Eronga qaysidir ma'noda podдержка qilaman deyapti. Endi podдержка deganda men o'zimni savdoyimni himoyalashim kerak deyapti. Shu uchun mana shu narsalar qanchalik kuchayib ketib qolsa, shunchalik birinchidan neftga ta'sir qiladi, katta. Ikkinchidan butun Amerika fond birjasiga ham ta'sir qiladi. Ya'ni o'zi bo'layotgan urush o'zi deylik, qaysidir ma'noda kuchli, shiddatli ketayotgan bo'lsa, unaqa katta yirik mamlakatlar qo'shilishi bu yanada katta urushga olib keladi. Yanada katta konfliktlarga olib keladi. Bu tabiiyki, bu deylik 1 oylik, 2 oylik reja qilingan urushlar yillar davomida ham bo'lib ketishi mumkin. Bu o'sha Amerika fond birjalariga katta salbiy natijalarni ko'rsatadi. Endi kelinglar, mana VIX ko'rdik. Shu qatorda biz sizlar bilan 3 ta eng katta indeksi, Nasdaq, Dow Jones, keyin S&P 500 ko'rib chiqamiz. Mana birinchi o'rinda Nasdaqni ko'raylik. Ya'ni kunlik grafikni ko'radigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar. Mana aytishim mumkinki, mana hozir sizlar bilan oddiy screenshot qilamiz. Qaranglar, nima bo'lyapti? Mana maksimum bor edi. Mana maksimum bor. Ko'rasizlar, mana maksimum yengiladi. Yengilagandan keyin любой harakatdan sotib olsa bo'ladi, lekin o'zidan oldingi minimum yengiladi. Ya'ni bu bear trap bilan bull trap qildi. Ya'ni sotuvchilarni ham, sotib oluvchilarni ham aldadi va eng katta mana bunga stop loss deydi-yu, likvidnost yechib qaytib chiqib, lekin o'zidan oldingi maksimumni hozirgi holatda yengilamadi. Endi bu bo'lgandan keyin ko'pincha tushganga nisbatan qaytib oldimi, sal atkatda ushlab qola olishsa, dalish ketishi mumkin. Birinchi ssenariy, esingizda qolsin, birinchi ssenariy. Ya'ni mana bunaqa holatda nakapleniya bersa. Endi ikkinchi holat, bu yerda
tushayotganda sotuv hajmi, mana bunaqa sotuv hajmlariga e'tibor berildi. Katta sotuv hajmida ketsa, bu dalish ketadi. Endi bitta sal menga yoqmayotgan salbiylik tomoni, o'zidan oldingi maksimumlarni yengillashga berishmayapti. Bu degani, qanaqadir limitni kattaroq igroklar borki, o'zidan oldingi maksimumga yengillashga berishmasa, bu trendni o'zgarishiga yo'l qo'yishmayapti degani. Bu yerda bu holatda hozir narxni aldashyapti, chiqyapti, tushyapti, chiqyapti, tushyapti. Bu degani, mana shu diapazonda katta igrok pozitsiya yig'yapti. Va bu pozitsiya yig'yapti. Qachon bilamiz qaysi yo'nalish ketadi? Bu mana shu korobkaning ichidan chiqqanda bunday nakapleniya bo'lib dalish pastga ketishi birinchi o'sha ikkinchi salbiy ssenariy bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi ssenariyimiz bizada korobkadan tepaga chiqib dalish ketishi. Tushunasizlar? Ikkita ssenariyimiz bor. Hozir faqatgina kutish, faqatgina yengilliklarga e'tibor berib turish va aniqlik bo'lgandagina biz savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, aytishingiz mumkin, qaytib oldi bozorlarda sal energiya bor deb, aslida o'zi unchalik emas. To'g'ri, VIX ko'rishimiz mumkin sizlar bilan. Finviz'ni ko'rishimiz mumkin sizlar bilan. Mana hozir Finviz'da Maps'ga kiradigan bo'lsak, umumiy holatda bozorni qaranglar. Kecha ham yashil bo'lgan bo'lsa, bugun ham bunaqa. Bir kun unaqa, bir kun bunaqa bo'layotibdi. Shuning uchun sal bo'lsa ehtiyotkorlikda savdo qilamiz. Mana enerjilar ham yashil ko'rasizlar, energy sektor. Energy sektor ham yashil, lekin texnologiyamiz tako'z o'rtacha bo'lib turibdi. Qaysidirlari ushab turibdi, qaysidirlari o'syapti. Ko'rasizlar. Lekin bular ham barchasi ko'rasizlar, yangilik kutyapti, qanaqadir yo'nalish kutyapti. Chunki noaniqlik katta. Noaniqlik katta bo'lgandan keyin na o'solyapti, na sotolyapti. Shu uchun biz mana shu narsaga ozgina e'tibor berib qo'yamiz. Xo'p, davom etamiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p. Mana keyingisi SP500. SP500. Bunda ham xuddi shu ko'rasizlar, o'zidan oldingi maksimumlarni yengillashga berishmayapti va qaysidir ma'noda lokalniy va globalniy tushuvchi trendga o'zgarish ehtimollarini ko'rsatyapman. Maksimum. Ya'ni o'zidan oldingi maksimumlar yengillanmayapti. Esingizda qolsin, o'zgarish nuqtasi qachon bo'ladi deydigan bo'lsak, o'zgarish nuqtasi oxirgi o'zidan oldingi muhim nuqtani yengil olgandan keyin bo'ladi. Va muhim nuqta nima degani desa, bu qachonki sotuvchilar o'sha qaysidir ma'noda bir kuchli qattiq qarshilik shakllantirib qo'yishganki, shu joydan bizib o'ta olmaydi. Endi shu joy bizib o'tdimi, любой откатdan deylik sotib oluvchilar kirib kelish ehtimoli oshadi. Shuning uchun mana shu narsalarga ozgina e'tibor berib, savdolarimizga e'tibor berib turamiz. Mana ko'ramiz, ikkita indeksimiz hozirda salbiy ma'lumot ko'rsatyapti. Endi 3-indeksimiz Dow Jones dedik. Dow Jonesga qaraydigan bo'lsak, biz hozirda nimani ko'rishimiz mumkin? Bu уже birda aytganimizda tizuvdik eshildi bo'lsa, globalniy, lokalniy urovlarni tizgandik, lokalniy, globalniy trendlarni tizgandik. Mana o'shalardan hammasidan bizib o'tdi. To'g'ri, hozircha mana 464 63 urovlari bor, ya'ni qo'llab-quvvatlash sifatida ishlab berish mumkin bo'lgan. Shu joylarda ozgina nakapleniya bo'lishi kerak. Endi qaranglar, har doim bozor o'zini trendini o'zgartirishdan oldin har doim esingizda qolsin, bir qaysidir ma'noda bir muddat bir nuqtada turadi. Ya'ni nakapleniya holati bo'ladi. Shu nakapleniya holatidan keyin bir yo'nalishga qarab turib, yo chiqadi, yo tushadi. Men ko'pincha shogirdlarga, bolalarga aytamanki, nakapleniya holatini tasavvur qilinglar. Bu masalan 100 skorostda bir uzoq masofadan mashinada kelyapsizlarda, bitta qaylish chiqyapti. Qaylishda nima qilasiz? Ruchnoy ko'tarib, deylik yoki tormoz bosib, skorostni kamaytirasizlar. Deylik 50% ga kamaytirarsizlar balkim. Shu holatda nima? Bir to'xtash bo'ladi. Shu to'xtashdan keyin bo'lsa, bir yo'nalishga qarab turib, yo chapga, yo o'ngga qarab ketiladi. Shu uchun ham bozorda ham mana shunaqa nakapleniya holati bo'lishi kerak. Bozor shu nakapleniya holatida eng katta narsa bo'ladi. Bu o'sha kattaroq igroklar balkim pozitsiya yig'ayotgan bo'ladi. O'sha pozitsiyaga nisbatan likvidnost yechib keyin ketiladi. Endi ikkinchi narsa bu yerda oddiy sodda tilda aytadigan bo'lsak, aslida urush bo'ladi, janjal bo'ladi. Sotuvchilar va sotib oluvchilar tomonidan janjal bo'ladi. O'sha urush aslida talab va taklif deymiz. O'sha talab va taklif nuqtalari biz uchun eng muhim nuqtalar hisoblanadi. Chunki o'shalar asosida biz savdolarni amalga oshiramiz. Tushunasizlar? Zo'r. Biz hozir mana sizlar bilan 2-3 ta indekslarni ko'rib chiqdik. Hozirda barchasi sal salbiy ma'lumotlarni ko'rsatyapti. Endi mana Russellni ko'ramiz. Russellda ham o'zidan oldingi globalniy minimum yangilandi. Reaksiya покупателей, sotib oluvchilarning reaksiyasi bo'ldi. Qani ko'ramiz, keyingi kunlar davomida agar salbiy yangiliklar asosida
tushsa-yu o'zidan oldingi minimumdan yengillamasa, keyin o'shanda bir qanaqadir xulosa qilishimiz mumkin. Lekin hozirda xulosa qilish tabiiyki salbiy natijaga olib keladi. Chunki ko'ryapmiz, o'zidan oldingi hech qaysi maksimumda yengillanmayapti va qaysidir ma'noda tushuvchi trendni davomini ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, покупательlar kirib keldi deyishlar mumkin, lekin bu покупательlar ham qaysidir ma'noda nima deydi? Объем jihatdan jamroq mana qaranglar, sotayotgan объемni qaranglar, 64 million. Endi sotib olayotgan ob'yem 65 million. Chiqish bilan kirish почти bir xil. Shunday olib qaraydigan bo'lsak, tabiiyki nima deymiz? Bu joyda katta o'zgarish hali bo'lmayapti. Kutamiz. Faqatgina kutamiz. Endi sizlar bilan birgalikda shu Mag7 korxonalari bo'yicha bitta ko'rib chiqaylik. Mag7 korxonasi nima bo'lyapti? Menga to'g'risini aytsam Tesla juda ham yaxshi yoqdi. Chunki lokalniy уровеньda bu o'zidan oldingi maksimum yengiladi. Men uchun любой откат agar mana shu $390, 388, 85 nuqtalardan yuqorida yopilsa va o'sha joydan balandda tursa 5-6 kun bu darsh trend o'zgarishi ehtimoli bor. Nimaga deydigan bo'lsanglar, mana откат berdi, mana shu joylarda накопление bo'lib turib, keyin ketishi mumkin bo'ladi. Ishoninglar, hali Tesla'da $600 chiqish, $500 chiqish kuchi bor bu Tesla korxonasini. Chunki qaranglar, oxirgi qancha oy davomida накопление beryapti va o'zidan oldingi minimumda yengillansa ham kuchli sotuv yo'q, kuchli tushishlar yo'q. Shunisi meni sal bo'lsa ham xursand qilyapti. Nimaga? Chunki bu aksiyada o'z aslida potensial bor, chunki yaxshi produktlar ishlab chiqaryapti. Shu uchun hammasi birgalikda ham nafas tortib ketadi. Endi bu narsa hozir mana Tesla'ga katta объем kirib kelmayotganining eng bitta sababi shu butun dunyoda bo'layotgan voqeliklar. Ya'ni investorlarni sal bo'lsa ham to'xtatib turibdi. Endi keyingi masala, agar investorlar uchun bir belgi bo'lsa, urush to'xtadi, hammasi tinchiydi, hammasi cho'tki bo'ladi degan belgi bo'lsa, ko'rasizlar Tesla qanchalik uchishini. Meta korxonasini ko'ramiz. Meta korxonasida ham hozircha hold. O'tgan safar ham ushlab tursak bo'ladi deb aytdik. O'zidan oldingi minimumlarni yengiladi, tepaga chiqdi, lekin maksimum yengilolmadi. Hozircha ushlab tursak bo'ladi, lekin mana joylarni yengilab ketsa, za уровень pustota, ya'ni уровеньdan keyin katta bo'shliq bo'lgani uchun kattaroq tushish ehtimoli borligini inobatga olgan holda lokalniy уровеньda savdo qilishni tavsiya etamiz. Xo'p, Nvidia zo'r. Nvidia'dagi holat hozircha yaxshi, yomon emas. Tushganga nisbatan hozir chiqyapti, to'g'ri. Bunga nisbatan lower high, yana tushish davom etishi mumkinmi? Why not? Davom etishi mumkin, lekin lokalniy уровеньda men o'zidan oldingi maksimum yengillangani men uchun yoqdi. Qachonki bu aktiv откат bersa-yu, lekin o'zidan oldingi minimum yengillamasa, men shunda xarid qilishim mumkin bo'ladi. Menda hozir Nvidia'da pozitsiya yo'q, faqatgina kutish bilan ovoraman. Hop, endi Apple'ni ko'ramiz. Apple ham juda ham ajoyib, o'zidan oldingi minimum yengiladi va поглощающий engulfing shamchiroq bilan ushlab qoldi. Lekin bu engulfingga ishonsa bo'ladimi desa, aslida yo'q, chunki bu yerda ma'lum bir parametrlar bor, shunga tayangan holda почти nima deydi, engulfingga hozircha ishonmagan yaxshi, buyog'iga. Endi bu narsani chuqurroq biz o'sha menu dasturda ham aytib o'tganmiz, shuning uchun menu dasturni hammaga tavsiya qilaman. Kirib, ko'rib, mana tahlil qilishlarni tushunib olishingiz uchun. Hop, endi Amazon korxonasida o'sha aytdik, bu yerda откатlardan покупка qilsak bo'ladi. Google'da juda ham ajoyib, o'zidan oldingi minimum yengiladi, ложный qildi. Qaytib chiqdi, любой откатdan low, ya'ni o'zidan oldingi minimum yengilab olmasa, xarid qilsak bo'ladi. Ключевой joyi sotuvlar bo'lganda, sotuvlar hajmi pastroq bo'lishi kerak. Shu narsaga e'tibor beramiz. Microsoft bu ham zo'r, menga yoqyapti. Boy o'zi o'tgan videomizda ham aytdik, 392, 391 lardan pastga tushib ketmasa, xarid qilsak bo'ladi. Birinchi targetimiz 413, keyingisi 423, keyingisi уже ketdi. Mana gap yopishi 441 davom etaveradi shu tarzda. Ya'ni muhimi globalniy razvorot bo'lishini ko'rishimiz. Globalniy razvorot bo'ldimi? Bo'ldi. Why not? Kiraveramiz. Chunki qaranglar, haftalik grafikka ko'radigan bo'lsak, RSI indikatorimiz bo'yicha bu haddan tashqari sotib yuborilgan hisoblanadi va sotib yuborilgandan keyin tabiiyki ko'pincha aksar holatlarda aksiya o'sgan. Oxirgi deylik, любой sanalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana oxirgisi qachon mana 25-yil noyabrda bo'lgan holatga qaranglar, RSI 30 ga kelib tushgan, shu joydan dalshi o'sgan. Endi o'sganini hisoblaydigan bo'lsak 50% o'sibdi. Juda ham zo'r. Ya'ni bunaqa katta korxona uchun juda ham ajoyib. Shu tarzda biz savdolarimizni davom ettiramiz. Endi sizlar uchun qo'llanma sifatida aytishim mumkin. Yangilikni kuzatib borasizlar. Yangilik kuzatgan holda
indekslarga e'tibor berib turinglar. Ayniqsa o'sha VIX indeksiga, ya'ni qo'rquv va ochko'zlik. Agar shu indeksimizni tepaga qarab o'sishni boshlayotgan, yurmoqchi bo'layotgan bo'lsa, imkon qadar pozitsiyalarga kirmanglar. Bo'sh bor pozitsiyalar bo'lsa, yaxshi foydada turgan bo'lsa, undan ko'ra foydani yopinglar yoki qisqartiringlar. Zararda bo'lsa, zararinglarni ham ko'pincha qisqartirgan o'zi yaxshi bo'ladi. Nima uchun? Chunki kuchli tushishlar davom etadigan bo'lsa, tabiiy nima bo'ladi? Biza sal zarar ko'ramiz. Ya'ni kattaroq zararlarga olib kelishi mumkin. Shu uchun sizlar uchun maxsus biza umumiy texnik tahlillarni ko'rib chiqdik birgalikda, nimalarga e'tibor berishimizni. Hozirda esa ko'p pozitsiyalarimizda hold, ya'ni kutamiz, faqatgina kutamiz. Xo'p. Endi sizlar uchun bitta yangiligimizni o'tgan safar ham aytgandik. Ya'ni bu qanaqa yangilik? Birda o'tgan darsimizda esingizda bo'lsa, HIMS aytdik, mana 16.21, undan keyin mana hozir $26.71. Juda ham zo'r natija, ya'ni $10 har bitta aksiya uchun bu o'rtacha 70% o'sish degani. Xo'p, mana ko'ryapsizlar, bizda mini dastur bor. Bu mini dasturimiz kimlar uchun? Agar mana shu videoni ko'rdingiz, texnik tahlil qilishni nimaligini, qanaqaligini tushunmagan bo'lsangiz, bu aynan siz uchun. Nimaga? Chunki bu darslikda siz qadamma-qadam mana shunaqa texnik tahlil qilishni o'rganasiz bir. Ikkinchidan, shunga asoslangan holda ham strategiya tushunib ko'rasiz, ham qanday to'g'ri savdo qilish mohiyatini tushunib olasiz. Tabiiyki, siz uchun trading shu tarzda osonlashadi, yengillashadi. Va eng katta narsa bu ko'pchiligimiz bilamiz, даже o'zimizda ham offline kelib darslarimizda qatnashadigan bo'lsak, ustoz shogirdlik dasturlarimiz $800,000 dan boshlanadi. Ya'ni $800,000, $1000 dan boshlanadi. Lekin bu mini kurs dasturimiz atigi 1,300,000 so'm bugun, erta yoki mayli, mana shu videoni ko'rayotgan insonlar uchun 1,300,000 so'm qilamiz. Umrbod chegirma. Bunaqasi bo'lmagan-ku, mayli. Sizlar uchun. Chunki bizani kuzatuvchilar va shu joygacha yetib kelganlar uchun biz qadrlaymiz. Har doim hurmatdasizlar. Xo'p, shu uchun bemalol murojaat qilinglar. Takliflaringiz bo'lsa aytinglar. Biz sizlar bilan birgalikda hamnafas ishlaylik va shu kabi Amerika fond birjasini birgalikda kashf qilaylik. Hammangizga yaxshi savdo, yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Yaxshilik ko'rishguncha.